Assalomu alaykum, qadrli quyon ishqibozlari. Salomatsizlar. Oldingi videolarimizda quyon tug'ishidan oldin qilinishi kerak bo'lgan ishlar haqida sizlarga YouTube'da video joylagan edik. Ana endi quyonchalar tug'ildi. Quyonchalar tug'ilib, ba'zi bir quyonchalarning atamasida gnezdo, radilnik shunaqa raddomchasidan chiqib, o'sha bu yoqqa o'tdi. Onasi bilan birgalikda ovqat yeyishni boshlayapti. Endi biz nima qilishimiz kerak? Quyonchalarni koksidioz kasaliga qarshi har 10 kun, 15 kunda 2 kun profilaktika ishlarini olib borishimiz kerak. Koksidioz kasalligiga qarshi mana bu doridan foydalansak bo'ladi. Bu stop koksid dorisi 1 litr suvga 1 milligram qo'shiladi. Bu jarayon qanday bo'ladi? Misol uchun bir xillar to'g'ridan to'g'ri karmushkasiga yoki payolkasiga dorini shpris yoki boshqa bir gram o'lchagich yordamida soladi. Lekin men quyon ishqibozlarga udobniy variantini tushuntiraman. 1,5 litrlik bakalashka. 1,5 milligram shprisda stop koksid dorisini tortib, bitta bakalashkada zapravka qilib, keyin tug'ilgan 20 kunlik quyonchalarda shu ovqat yeyotgan quyonchalarni suv payolkasiga qo'shib berilishi kerak. Bitta narsani nazardan qochirmaslik kerak. Bugun suv ichish payolkasiga qo'yilgan stop koksid suvini, aralashma suvini keyingi 24 soatdan keyin ortib qolganini to'kib tashlash kerak. Agar 24 soatdan keyin bo'lsa, u stop koksid dorisi aks ta'sir qilib zahar vazifasini bajaradi quyonchalar uchun. Ularni o'lim sonini kamaytirish emas, aynan o'limga sabab bo'lish holatlari kuzatiladi. Shuning uchun stop koksid suv berildi. 24 soatdan keyin ortib qolgan suvni to'kib tashlab, yana boshqatdan o'sha 1,5 litrlik baklashga dori zapravka qilinib, payolkalarga qo'yib chiqiladi. Hozirda mana shu quyonchalarimiz stop koksid, bu ona quyon uchun vitaminli suv. Bunga quyonchalarning bo'yi yetmaydi. Mana shu payolkaga quyonchalar bo'yi yetmaydi. Mana bu payolkaga esa quyonchalarning bo'yi yetadi. Bunga stop koksid suvi aralashtirib berilgan. Quyonchalar bundan ichib bemalol kasallikka qarshi o'ziga immunitet hosil qila oladi. Stop koksidiozga qarshi profilaktika ishi olib borildi. Keyingi etapda nima qilamiz? Keyingi etapda enrofloksatsin. Mana bu dori. Enrofloksatsin bu quyonlarning shamollashi, ichki yiringlashi, har xil yuqumli kasalliklarga qarshi profilaktika foydasi keng tarmoqli. Bu enrofloksatsinni. Buni ham shu 1 litr suvga 1 milligram qo'shib beriladi. Xuddi koksidiozga qanday tartibda berilsa, enrofloksatsin ham xuddi shunday. Payolkalarga quyilgandan keyin 24 soatdan keyin ortib qolgan suv to'kiladi, yana boshqatdan dori zapravka qilib beriladi. Shu amaliyot ishlari, profilaktika ishlari olib borilgandan keyin quyonchalarda o'lim soni sezilarli darajada kamayadi. Lekin aksariyat, misol uchun 8 yil oldin yo 9 yildan beri quyon boqib yurgan akalarimiz, ustoz quyonchilar akalarimiz bir ish qiladilar, umuman bironta dori ishlatmaydilar. Bittagina ish yod, oddiygina yod. Suvga yod tomizdirib beradilar. Miksomatoz, koksidioz hamma kasalliklarga ma'lum bir miqdorda ana shu oddiygina suvga yod tomizdirib berish ko'p kasalliklarga ham davo bo'ladi. Ancha-muncha davo bo'ladi. Keyin quyonchalarni, misol uchun katta bo'layotgan quyonchalarda kattaga toza ozoda turishi kerak. Rasvo holatda bo'lmasin. Har ma'lum bir vaqtda tozalab quyonchalar holatini yaxshi qilib turish kerak. Keyin quyonchalar misol uchun 40 kundan 45 kundan o'tdi. Ularni o'zini holatiga, misol uchun yoshiga yarasha vitamin, multivitaminlar berib turish lozim hisoblanadi. O'sishiga, rivojlanishiga, kasalliklarga qarshi kurashishiga, immunitetni chidamli bo'lishiga, misol uchun mana shunaqa vitaminlardan foydalanib tursak ham bo'ladi. Vitaminlarni lekin o'qiyotganda, berayotganda to'g'ridan to'g'ri berishdan oldin uni tarkibini, qaysi yoshdagi quyonchalarga berish kerak ekanligini avval yo'riqnomada o'qib olish kerak. Ba'zi bir vitaminlari bor, foydasi zo'r katta quyonlarga, mayda quyonlarga esa
ichki ketishi, diareya, ichini buzilishi kabi holatlarni, aks ta'sirlarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun vitamin berayotganda ham quyonchilar ehtiyot bo'lib beramiz. Hozirda bizni mana Kazandan kelgan, Tataristondan kelgan belgiyskiy flander quyonimiz tug'di. Hozir bu 12 ta quyoncha tug'di. Bu yerda esa 4 ta bolachasini katta qilyapti. Qolgan quyonlarni esa biz xikolga berganmiz. Mana bu 10 kunlik привозной quyonlarimiz. Hozirda 20 kunlik выводной quyonlar bilan baravar. Hozir esa tomoshabinlarimiz uchun qolgan buni flander bollarini, xigol katta qilayotgan flander bollarini ko'rsatamiz. Qani ketdik. Xo'sh, boyagi привозной quyonimizdan bollarini mana shu xigol go'sht yo'nalishida boqilaydigan xigol quyonimiz katta qilib beryapti. Biz asosan qimmat, zot yo'nalishga boqiydigan quyonlarimizni katta qilayotganimizda, misol uchun bahaybat, ves yo'nalishi, misol uchun gabarit jihatdan belgiyskiy flander yoki starakach quyonlarni boqayotganimizda обязательно surrogat vazifasini o'tash uchun xikollarimizni ushlab turamiz. Ular go'sht yo'nalishida ham bola parvarish qilishda ulardan zo'r quyonlar yo'q hisoblanadi. Hozirda o'sha flander quyonimizni bollarini o'sha xikol quyonimiz katta qilib beryapti. Hozirda bular mana shu holatda. Polvonchalar hozir uxlab yotibdi. Bu yerda bitta xikol. Chunki bu xikol bularga hidini berib turishi kerak. Quyonchilar, shu quyon boqiydigan aka-ukalarimiz, yangi quyonchilar deymizmi yoki professional bo'lmagan quyonchi aka-ukalarimiz o'rtalarida deymizmi, bitta mif bor. Bu nima? Quyon begona bolani, bo'lgan quyon bolachasini yeb qo'yadi, tishlab oladi, chiqarib yuboradi, qaramaydi, boqmaydi. O'zini qonun qoidasiga rioya qilingan holda bolalarni xikolga bersak agar, xikol xatosiz xuddi o'z bolalarini qanday parvarish qilsa, o'sha quyon bolalarini ham xuddi shunday parvarish qilib beradi. Bu haqida ma'lumotni esa keyingi videolarimizda ko'rsatib qo'yamiz. Ko'rsatib o'tamiz. Qo'llab-quvvatlaysiz degan umidimizda, nasib bo'lsa inshaalloh keyingi video obzorlarimizda xikol bollarini yoki flander bollarini qanday qilib xikolga berib, xikol qanday ularni katta qilib berish jarayonlarigacha ma'lumot berib ketamiz. Salomat bo'lasizlar.